Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja Otaxo'jayev bo'laman. Bugun o'tadigan mavzumiz Turon xalqlarining harbiy san'ati deb nomlanadi. Mavzu doirasida 4 ta reja belgilangan. Turkiy xalqlarda askar tarbiyasi, qo'shin turlari va tuzilishi, harbiy taktika va mahorat, harbiy aslahalar masalalarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Umuman Turkiy xalqlari harbiy san'at haqida gap ketganda shuni ta'kidlashimiz kerakki, ko'chmanchi aholi, ya'ni ko'chmanchi xalqlarda harbiy san'at doim yuksak darajada bo'lgan. Sababi bular chavandoz bo'lgan, otliq harakat qilgan, qurol aslahalari esa o'sha otliq harakatga mo'ljallangan bo'lgani uchun bularda o'sha harbiy mahorat o'tloq aholi vakillariga qaraganda ancha yuksak bo'lgan. Turkiy qabilalar azaldan Markaziy Osiyoning kengliklarida yashab, o'sha yerda ko'chmanchilik bilan umr guzoronlik qilgan va bular asrlar davomida o'zlarining qurol aslahalarini takomillashtirib borgan. Bu takomillashtirish jarayoni nafaqat o'zlari, balki qo'shni xalqlardan ham ayrim qurol aslaha turlarini o'zlashtirishga muvaffaq bo'lishgan. Qolaversa, Turkiy xalqlarda harbiy intizom masalasi, harbiy sohada bir-birini qo'llab-quvvatlash masalasi, qurol aslahalariga bo'lgan munosabat, ot aravalarga bo'lgan munosabat juda yuksak darajada bo'lgan. Sababi bu nafaqat ot aravalar safar uchun, balki janglar uchun ham, harbiy harakatlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etib borgan. Harbiy sohada asosan ko'p, demak, har bitta urug', har bitta oila, har bitta qabila o'zining voyaga yetgan farzandlarini, ayniqsa o'g'il farzandlarini harbiy sohaga tayyorlab borgan. Sababi harbiy soha Turkiy xalqlar uchun hayot mamot masala hisoblangan. Qo'shinlar bilan bo'lgan munosabatlar ham harbiy sohaning rivojlanishiga turtki bo'lganligini kuzatish mumkin. Shu bilan birga Turkiy xalqlarining eng muhim jihatlaridan biri bular jangda jasurlik, mardlik, o'zaro bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-biriga bo'lgan hurmat masalasi, yaradorlarga shafqat ko'rsatish masalasi kabi juda ko'p jihatlar Turkiy xalqlarining asosiy xislatlaridan biri bo'lgan. Va qolaversa, bu Turkiy xalqlarining o'sha qadimgi ajdodlari hisoblangan saklar bo'ladimi, qanlar bo'ladimi, xunlar bo'ladimi, bular ham qadimdan harbiy san'atda mahoratli hisoblanib, o'sha Xitoyning tajovuzini, Eronning tajovuzini doimo daf qilib turgan kuchlardan biri hisoblanadi. Biz aytib o'tganmiz, mana eftalilar ham prototurklar sifatida Eronning Turonni egallashiga bo'lgan tajovuzlarni oldini olgan. Qolaversa, Xitoyning Turonni egallashi bo'lgan tajovuzlarni qanlar doim oldini olib turgan. Bu esa Turkiy xalqlariga bo'lgan asosiy xislatlardan biri. Turkiy xalqlarining, ya'ni Turon xalqlarining qo'shinlari qanday saflangan, ya'ni qanday yasalgan degan ma'no, yasol saflanish tarkibi erovul, ya'ni qorovul manglay qism, katta qo'l qism, ya'ni qalb markaz qism, kichik qo'l, burong'ir, chanoq, kichik qo'l, javong'ir, chanoq kabi qismlardan iborat bo'lgan tufchi qism bo'lgan va changovul. Bular hammasi o'rta asrlar davrida ham deyarli xuddi shu tartibda saqlanib qolgan. Qoraxoniylarda, G'aznaviylarda, hatto Amir Temur davrida ham mana shunday harbiy qo'shin turlari, harbiy saflar doimo ravishda belgilanib borganini kuzatish mumkin bo'ladi. Jang paytida turk xalqlar otdan yaxshi foydalangan, ot bilan otda bemalol yurib harakatlanishi, otda turib kamondan otish, nayza otish kabi mahoratlarga ega bo'lganligini mualliflar egalaydi. Jang qilishda esa, ya'ni o'sha markaz va ikki tomonning harbiy harakatlari urush jang taqdirini hal qilgan. Bu esa o'sha qo'shinning jangovar san'ati, jangovar mahoratdan dalolat beradi. Mana to'lg'ama degan harakatlar, ya'ni qo'shinni o'rtadan va ikki tomonning chap va o'ng qanotdan hujum qilib o'rab olish esa bu dushman qo'shiniga zarba berishning asosiy yo'llaridan biri hisoblangan. Do'lg'ala degan esa dushmanni batamom o'rab olishga qaratilgan hisoblanadi. Ya'ni uch tomondan harakatlanish. Boya aytib o'tgandek, o'rtadan, o'ng va so'l tomondan harakatlanib dushmanga zarba berish Turk xalqlarining asosiy
jang taktikasi hisoblangan. Endi qurol asaqalariga keladigan bo'lsak, turg'oqlarda albatta kamon, nayza, qilich, qalqon, boshda dubulg'a, albatta sovut, otlarning ustida barg'ishtovonlar, ular ot ustidagi barg'ishtovonlar esa qadimgi ajdodlardan qolgan o'sha taktika qurol asaqalar sirasiga kiradi. Bu qurol asaqalar va turqoqlar dushmanga hujum qiladi. Yana bir jihatdan aytib o'tish kerakki, sovutlar esa o'sha garchi metalldan yasalgan bilan unaqa og'ir bo'lmagan, ya'ni to'qilgan, zanjirsimon to'qilgan sovutlardan foydalanishgan. Dushmanga hujum qilishdan oldin esa urqodan foydalangan, ya'ni urqoq qilib borish, ya'ni ovoz chiqarib hayqirib borish dushmanni ham g'ulg'ulaga solib qo'ygan. Endi dubulg'alarga keladigan bo'lsak, bosh kiyimi dubulg'a hisoblangan va dubulg'alar bir anaqalik dubulg'a va qo'sh yasalgan dubulg'alar bo'lgan. Bular asosan o'sha boshni dushman qilichi, nayzasi yoki gurjisi zarbidan saqlashga mo'ljallangan. Buni oladigan bo'lsak, turqoqlarda jang qilish san'ati, jangovarlik san'ati doimiy ravishda yuksak bo'lgan. Bu esa turqoqlarning harakatchanligini, ularni dushman oldida doimo g'alaba qozonishini ta'minlab kelgan. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollarga qolamiz.